Hurmatli obunachilar, bugungi videorolikimiz Urganch Yangi yo'lni telecentrda sal o'tgandan keyin shu yerda bir motion lokatsiyada zo'r joyimiz chiqqan ekan. Bu 400 kvadrat 2 etaj. Bu yerimiz lokatsiyasi zo'r. Bu yerda do'konlarimiz bunda onda Gayu Gambur. Bilsanglar Instagramda reklama olyapti. Bu yoqda baqcha. Prezident baqchadan shunday ekan. Joyimiz zo'r, motion joyda lokatsiyasi zo'r. Şuradan bir 50 metre girganda 1, 2, 3, 4 joy chap yo'ldan. Joyimizda bir zo'r. Xudo xolasa, hozir video so'rni atib beramiz. Shunday qiziq ko'rasizlar. Ham aytib o'tamiz, kimga natural binasini, kvartirasini olishni sotmoqchi bo'lsa, shu ekranda bilaman yordam beramiz. E'tibor uchun, yine uy qismimiz ham yetib keldik. Joyimiz joylashgan joyini, fasadlar ham. Joyimiz 16 metre 25 metre ekan. Shunda da joylashgan 2 qavatli. Eldan yana erchalari, zilonli zonalar chiroyli taxlangan ekan. Yerlarimiz ham zakonni erchalar ko'karib turibdi, 100% tayyor. Bu yan tarafdan giraverishimiz, bu yerimiz Toshkent stilda. Xohlasanlar bu yerdan mashina girib qo'yib, joylarimiz va bu yerdan girib chiqsanlar bo'ladi. Avtomat darvozalarni qo'yib bir chiroyli atsanglar ham bo'ladi ekan. Bu 100%. Bu zo'r joy ekan. Ko'ngildagi joy. Bu yerimiz yana xohlasanlar bir tapshan qo'yib, boshqa o'tirsanlar buni olib tashlab chiroyli atsanglar ham bo'ladi ekan. Bu yan tarafimizda qiziq yeri katta bog' maydonchasi bor ekan. Ko'p odamlar bog' so'raydi. Shu bog' uchun zilonli zonamiz bor. 100% zakonni. İnternet optik talamız ham bu yerdan sizlarga bir joylashgan ekan. İnternetimiz bor, hamma joy joylashgan. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Joyimizga bir giraverishini bir akfa eshiklarni qo'yib nasib taxlatdilar. Bu yerni 200 qo'yadan boshqa uchun o'zingiz bir zo'rat bir remont etsanglar bo'ladi. Gaz o'chishimiz bu yerda joylashgan. Giraverishimiz bilan oyoqlarimiz bilan kafelasibdilar. Laminatlar döşelgan chiroylatib. Bu yan tarafımızda kuxnyamiz joylashgan. Kuxnyamiz oyoqlar tipli pol. Kuxnya mebellari, senzitratyorlari, tipli pol registrlari şöyle joylashgan. Bu yerda arxivimiz uchun joy tashlab ketdi. Arxiv qisib bersanglar ham bo'ladi ekan. Bu yerimiz kuxnyamiz, mebellari, gaz plitasi ham qo'yilgan. Bu yan tarafdan ham bog'imizga chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda o'tirgan mesda turibdilar. O'tirib istayman choy ichsanglar ham bo'ladi yog'ni. Bu yerimiz bir po'latib taxlab o'tirib şöyle yozgi kunda ham olib o'tirgan so'ratsanglar ham bo'ladi ekan. Keyin bu yerda birinchi qavatimizda bir katta zal joyimiz joylashgan bu yerda. Bu yerimizda yana rozyetka joylari, antennalar, televizorimiz bor, perdalarimiz ham bor. Bir qator bir asosiyat oboy bosib bersanglar zo'r uy bo'ladi. Eshiklarimiz endi eshiklardan qo'yilgan ekan. Bu yerda sanuzilimiz joylashgan. Bu yerimiz ham tipli pol, ham registr ham qo'yilgan sanuzilimiz. Ondan hammaga qo'yilgan. O'zi даже suvlar nasoslar ham qo'yib tayyorlabdi ekan. Hammaga endi mashina ishlatibdilar. Bu yan tarafda hojatxonamiz oddelniy etganlar. Kafelar bosilib, hammaga tayyor. Ko'ringiz uchun rakamli joyimiz ham qo'yilgan bu yerda. Bu yerda kladovka, banka sanka qo'ymoqqa etalajat juda tayyorlatib. Endi ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Zinalarimiz ham demirlardan nelarni qo'yibdilar, oyoq tiklarimiz laminat bilan taxlabdilar. Taxta emas, quymagan bu. İkinci qavatimizda Wi-Fi optik talamız berib turibdi. İkinci qavatimizda bir katta xonamiz bor, xohlasangiz spalni xohlasangiz zalatsanglar ham bo'ladi. Bu yerimiz ham shu однотонный remontda turibdi. Bir oboy bosib chiroyli taxlasanglar ham bo'ladi. Oyoqligimiz 100% laminat. Perdalar asilgan. Bu yan tarafda yana bir detskiy spalnimiz. Şu joyimizni videoda ko'ringan bo'lsa, nima chiqadi ekan bu yerda. Hech qachon olinmaydi. Bu yan tarafda ikkinchi spalnimiz, ikkinchi etajda. Bu yerimiz ham shu 100%. Nasıl işte tayyorlatsanglar, oboy bossangiz zo'r uy bo'ladi. Bu uyimizni narxini keladigan bo'lsak, ekranga yozib chiqarib qo'yamiz telefon nomerlari bilan. Kimdaki shu videomiz yoqqansa bir like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu joyimizni hozir egasi bir boshqa mulk oladir ekan, shuni srochniy kelishilgan narxlar kelishib savdolashib beraman dedi. E'tibor uchun rahmat.